Bir kishi juda ham qiynalib, oilasini boqa olmay qoldi. Ming harakat qilsa ham pul topa olmadi. Ayol aytdi: "Dadasi, biz juda och qoldik. Chiqib biror narsa topib keling. Ochlikdan o'lib qolishimiz mumkin." Haligi kishi bir qarindoshinikiga borib qarz so'radi. "U uyimizda pul yo'q, lekin mana bu sal aynigan baliq bor. Shuni olib ketavering" dedi. Aynigan baliqni olib uyiga bordi. Ichini tozalayotib qarasa, qimmatbaho durni yutib yuborgan ekan. Darhol uni olib bozorga bordi va 1000 dinor oltin tangaga sotdi. Qarindoshiga pulni olib borganda, "Men faqat sizlardan o'z nasibamni olaman" dedi va pulning oz qismini oldi. U kishi birgina aynigan baliq tufayli boy bo'lib, holati yaxshilanib, hayoti iziga tushib ketdi. Hikoya qilishlaricha, Ibrohim ibn Adham ovqat yeb o'tirar edi. Oldiga bir mushuk keldi va unga bir parcha go'sht tashladi. Mushuk go'shtni yemasdan olib chiqib ketdi. Ortidan kuzatib bordi. Bir uyaga go'shtni tashladi. Yaqinroq borib qarasa, ko'zi ko'r ilon turgan ekan. Ibrohim ibn Adham: "Ey dushmanlarni ham bir-biriga bo'ysundirib qo'ygan zot, sen barcha ayb va nuqsonlardan poksan" dedi. Saboq: inson o'ziga belgilangan rizq kelishiga aniq ishonishi kerak. Rizqi uni unutmaydi va qayerda bo'lsa ham topib keladi. Qiyinchiliklar qancha ko'p bo'lmasin, tez orada shodlik kunlari ham keladi. Faqat rizq kelishi uchun uyda yotavermasdan harakat qilish, rizq kelish sabablarini qilish lozim.